Assalomu alaykum. Yo'q, mana avtoklav bo'lmagan gazab bloklarni mahalliy gazab blok. Buni ham ikki xil bor, yaxshisi bor, o'rtacharog'i bor. O'rtacharog'ini olib ishlatadigan bo'lsangiz, xuddi shunday holatda yorilib ketish ehtimoli yuqori bo'ladi, ya'ni chokdan chokka hisobiga. Bu avtoklavlarda unday holat bo'lmaydi. Chokida ham masalan yorilish ehtimoli bo'lmaydi. To'g'ri, ko'chishi bor. Endi holatga qarab tushirish jarayonida qo'pollik qilinadigan bo'lsa 5% ko'chish ehtimoli beriladi. Bundan tashqari holatda yorilish, boshqa narsa holati bo'lmaydi bunda. Endi yorilish, boshqa holatlar bo'lmagan. Bilan zo'r holatga kelgan. Shunday holat, ya'ni yorilish holati bo'lgan bunda ham. Bunda ham ketyapti sekin-asta. Yorilish holatlari, ya'ni kafelni o'zidan qo'yib yuborish holatlari, ya'ni tortilish hisobiga yorilish juda ko'p bo'ladi. Avtoklav gazab bloklarda bunday holatlar bo'lmaydi. Qanday tortish holati, boshqa holatlari bo'lmagan. O'sha qanday qo'ysangiz pishgan hisobiga shunday bir xilda turadi.